Nima ish qilding? Ya, o, sendan so'rayapmiz. Nima ish qilding? Bo'lmasa. Ha? Ho, gapir, nima ish qilding? Almisoqdan qolgan bir restoranda eshigi ochib yopuvchi bo'lib ishladim. Ertalabdan kechgacha. Ertalab 9 da kelaman, ochaman, yopaman. Kechqurun 9 gacha ochaman, yopaman, ochaman, yopaman eshikni. 4 yil eshikni ochib yopdim. Jalil, 4 yil, 4 yil. Ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. 4 yil, 4 yil, 4 yil. Ochdim, yopdim, ochdim, yopdim. 4 yil ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. Jalil 4 yil. Bechora. O'zi bulbulnikiday restoran, lekin 400 kishiga mo'ljallangan. Voy uyingda o'tir, ko'milib. Ya, ular restoranga borish kerak. Suvarakka o'xshaydi hammasi. Kredit chiqadi. Men bo'lsam eshikni ochaman, yopaman, ochaman, yopaman. Uyingdan iloj chiqqanmi? Bola chaqang bilan uyingda o'tir. Ey, tavba!